Telekanalimiz omadli tomoshabin aksiyasi g'oliblarini aniqlashda davom etmoqda. O'yinda faol ishtirok etib, o'z sovg'alariga ega bo'layotgan tomoshabinlarimiz soni kundan kunga ortyapti. Navbatdagi ana shunday muxlisimiz Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidan. Aksiya g'olibiga televizor topshirildi. Hozir shu haqda. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida istiqomat qiluvchi Zulayho Abduvahobova omadli tomoshabin mega aksiyasining navbatdagi g'olibi bo'ldi. Jonli efir davomida o'tkazilgan tanlovda u televizor sohibasiga aylandi. Bir kundan keyin o'ynashni boshladik. O'sha kundan beri jo'natamiz, oilaviy hammamiz, qaynotam, men turmush o'rtog'im ishda bo'ladilar, 2 nafar farzandim bor. Bu yutuq oilamizga yangi yilga sovg'a bo'ldi. Aynan shunday katta televizor yutib olishni orzu qilar edik, deydi Zulayho. Xursand bo'ldik. Ayniqsa qaynab televizor ko'rib o'tirganida omon-omon dasturni ana sizni nomeringiz chiqdi dedi. Hamma telefon qilishdi, xursand bo'lib ketdik hammamiz. Xudoga shukr, mana yutug'imiz chiqibdi. Bizga televizor o'zi kerak edi oilamizga. Endi xudo xolasa farzandlarimga qo'yib beramiz. Haqqoniy ekan, mana televizorlarimizni olib ketyapmiz. Telekanalimiz tomoshabinlar uchun qiziqarli dasturlar, aksiya doirasida qimmatbaho yutuqlar taqdim etishda davom etadi. Mening yurtim telekanali bilan birga qoling, o'ynang, g'olib bo'ling. Keyingi yutuq sizniki bo'lishi mumkin. Dilfuza Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan.